Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 11 noyabrdan pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning oila a'zolari uchun avvalgidek hammasi o'zi yuraveradi degan davr tugayapti. Bu gap qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytilyapti. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta eski ma'lumot, bitta muddatidan o'tgan ishonchnoma yoki bank kartadagi muammo sabab pension pulingiz vaqtida tushmay qolishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida batafsil tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu o'zgarish tegmaydi, qaysi holatlarda to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin va eng muhimi, siz hozirdan nima qilishingiz kerak. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni ko'rmagan odam keyin navbatda yurib, hujjat yig'ib asabiylashib qolishi mumkin. Avval ko'p narsa oddiyroq edi. Pensioner har oy belgilangan kunda pulini olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir Xalq banki orqali, kimdir farzandi yoki yaqin qarindosh yordamida. Ko'pchilik mening pensiyam tayinlangan, endi umr bo'yi kelaveradi deb o'ylardi. Lekin amalda pensiya va nafaqa doimiy nazorat qilinadigan to'lov hisoblanadi. Davlat har oy pul ajratadi, demak, bu pul haqiqatan ham huquqi bor odamga to'lanayotganini tekshirishi tabiiy. Endi asosiy o'zgarish shundaki, ma'lumotlar ko'proq raqamli tizimlar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni avvalgidek faqat biror xodimning qo'lidagi papka yoki mahalladagi ro'yxatga qarab ish qilinmaydi. Fuqarolik holati, pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank hisob raqami, nogironlik muddati, ishga kirgan-kirmagani, vafot etganlik qaydi, chet elga chiqish muddati, ishonchnoma haqiqiyligi kabi ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Shuning uchun hamma qo'rqqan narsa sodir bo'ldi. Deganda men shuni nazarda tutyapman. Endi tizim xatoni ko'rmay qolish qiyinlashadi. Agar kimdir pensiyani noqonuniy olib kelgan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot asosida nafaqa olgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa-yu, qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, pensioner vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechib kelingan bo'lsa, bunday holatlar aniqlanishi va ortiqcha to'langan pullar qaytarish talab qilinishi mumkin. Lekin bu yerda bir narsani aniq aytaman. Halol hujjatlari joyida pensiya olish huquqi bor odam vahimaga tushmasligi kerak. O'zgarish sizni jazolash uchun emas, tartibni to'g'rilash uchun. Ammo hujjatlari eski, ma'lumotlari mos kelmaydigan, kartasi boshqa odam qo'lida bo'lgan, uzoq vaqt idoraga bormagan pensionerlar albatta ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy qism bir nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Birinchi muhim masala shaxsiy ma'lumotlar mosligi. Pensiya tayinlangan paytda sizning familiyangiz, ismingiz, tug'ilgan sanangiz, pasport raqamingiz bir xil bo'lgan. Lekin yillar davomida pasport almashtirilgan bo'lishi mumkin, ID karta olingan bo'lishi mumkin, familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Lekin pensiya bazasida eski familiya qolgan. Bankda esa yangi familiya. Natijada to'lov keladigan hisob bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bir-biriga mos kelmaydi. Bunday holatda pul butunlay yo'qolib ketmaydi, lekin to'lov kechikishi mumkin. Pensioner esa pensiyamni kesib qo'yishdi deb o'ylab vahimaga tushadi. Misol keltiraman. 68 yoshli opa har oy 1,2 million so'm pensiya oladi. U ID karta olgan, lekin bankdagi eski pasport ma'lumoti yangilanmagan. 11 noyabrdan keyin to'lov yuborilganda tizim ma'lumotlarini solishtiradi va nomuvofiqlik chiqadi. Natijada bank hisobiga pul tushishi 2-3 kun emas, hatto hujjat to'g'rilanmaguncha bir necha hafta kechikishi mumkin. Opa esa aslida faqat bankka borib ID karta ma'lumotini yangilashi kerak edi. Ikkinchi masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Juda ko'p pensionerlar yoshi katta, kasal, yurishi qiyin. Ularning o'rniga farzandi, kelini, nevarasi yoki qo'shnisi pul olib keladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin faqat haqiqiy, muddati o'tmagan ishonchnoma bo'lsa, avvallari ayrim joylarda tanish bilish. Hamma biladi-ku, bu mening onam degan gaplar bilan ish bitgan. Endi bunday bo'lmasligi mumkin. Tizim ishonchnoma muddati tugaganini ko'rsa, to'lovni berishdan bosh tortishi mumkin. Masalan, bir o'g'il onasining 1,8 million so'm pensiyasini har oy kartadan yechib keladi. Onasi rozi, muammo yo'q. Lekin ishonchnoma 6 oy oldin tugagan. Agar bank yoki to'lov tashkiloti hujjat so'rasa, u pulni yecha olmaydi. Bundan ham yomoni, agar onasi sog'lig'i sabab idoraga bora olmasa, yangi ishonchnoma rasmiylashtirish uchun notariusni uyga chaqirishga to'g'ri keladi.
Bu vaqt xarajat va azob degani. Shuning uchun ishonchnoma bilan ish ko'rayotganlar hoziroq uning muddatini tekshirishi kerak. Uchinchi masala vafot etgan pensioner nomiga tushgan pullar. Bu eng og'ir va nozik mavzu. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin kartasi oila a'zolarida qoladi. Ular baribir onamizning puli edi. Dafn marosimiga ishlatdik, davlat bilmaydi deb keyingi o'y ham tushgan pensiyani yechib oladi. Endi bunday holatlar elektron tizim orqali tezroq aniqlanadi. Fuqarolik holati organida vafot qayd etilgach, bu ma'lumot tegishli tizimlarga boradi. Agar vafotdan keyin ham pul yechilgan bo'lsa, ortiqcha to'lov sifatida qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, ota 5 noyabr kuni vafot etdi, lekin 20 noyabr kuni kartaga yana 1.600.000 so'm tushdi. Farzandlar bu pulni yechib ishlatdi. Keyin tizim vafot sanasini ko'radi va ortiqcha to'lovni aniqlaydi. Natijada oila a'zolaridan pulni qaytarish so'raladi. Agar qaytarilmasa, qarzdorlik sifatida undirish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l vafot holatini yashirmaslik, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli bo'limga xabar berish, dafn puli yoki qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni rasmiy tartibda olish. 4-masala. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Har bir nogironlik muddatsiz bo'lavermaydi. Ayrimlarga 1 yilga, ayrimlarga 2 yilga, ayrimlarga qayta tibbiy ko'rik sharti bilan beriladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketsa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda tizim shafqatsiz emas, lekin tartibli. Men kasalmanku, o'zim bora olmadim degan holat tushunarli, ammo hujjat bo'lmasa, tizim to'lovni davom ettirishga asos topmaydi. Misol, 29 yoshli erkak nogironlik nafaqasi sifatida 900.000 so'm oladi. Uning qayta ko'rik muddati 10 noyabrda tugagan. U esa keyingi oy borarman deb yurdi. 21 noyabrdan keyin ma'lumot tekshirildi va muddati tugagan deb chiqdi. Dekabrda pul tushmay qoldi. Aslida u tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasiga vaqtida murojaat qilishi, poliklinikadan yo'llanma olishi, tahlillarni topshirishi kerak edi. Agar keyin nogironlik tasdiqlansa, ayrim hollarda to'lov tiklanishi mumkin, lekin odam bir muddat pulsiz qoladi. 5-masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetganidan keyin ham ishlaydi. Bu normal holat. Lekin ayrim turdagi nafaqa yoki ustamalar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi, kimdir parvarish puli oladi, kimdir kam ta'minlanganlik asosida yordam oladi. Agar oila daromadi oshsa yoki odam rasmiy ishga kirsa, ayrim to'lovlar qayta hisoblanishi mumkin. Muammo shundaki, odam buni bilmasdan men avval olardim, endi ham olaman deb yuradi. Masalan, pensioner ayolga qo'shimcha ijtimoiy yordam sifatida 500.000 so'm ajratilgan. Keyin uning uyida ro'yxatda turgan o'g'li rasmiy ishga kirib, oyiga 4 million so'm oylik ola boshlagan. Elektron tizim oila daromadini ko'rib, yordamni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu asosiy yoshga doir pensiyani to'xtatadi degani emas, lekin qo'shimcha yordamga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lov turini alohida tushunish kerak. Pensiya boshqa, nafaqa boshqa, subsidiya boshqa, moddiy yordam boshqa. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz yangilangan bo'lsa, bank hisobingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, yashash manzilingizda katta muammo bo'lmasa, nogironlik muddati bilan bog'liq masalangiz bo'lmasa, pensiyani o'zingiz olib yursangiz, sizda vahima qilishga asos yo'q. To'lov 1-2 kun kechiksa ham bu doimiy bekor qilindi degani emas. Ba'zan banklararo texnik jarayonlar, bayram kunlari, dam olish kunlari ma'lumot yangilanishi sabab kechikish bo'ladi. Kimlar albatta tekshirish kerak. Pensiyani boshqa odam olib berayotganlar, kartasi farzandida yurgan pensionerlar, ID karta olgan lekin bankka bormaganlar, familiyasi o'zgarganlar, nogironlik muddati yaqinlashganlar, chet elga uzoq muddat ketgan pensionerlar, yashash manzili boshqa, ro'yxati boshqa joyda bo'lganlar, oila tarkibi va daromadi asosida nafaqa olayotganlar, vafot etgan yaqinining kartasida pul qolgan oilalar. Mana shu guruhdagilar uchun 11 noyabrdan keyingi tartib juda muhim. Birinchi nozik jihat, pensiya kechiksa darhol kesildi deb xulosa qilmang. To'lovning kechikishi bilan to'lovning to'xtatilishi boshqa narsa. Kechikishda odatda pul keyin tushadi. To'xtatilishda esa sabab aniqlanmaguncha pul kelmaydi. Siz avvalo bankdan hisobingiz faolmi? Karta bloklanmaganmi? Ma'lumotlar yangimi? Shuni so'rashingiz kerak. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan to'lov holatini aniqlaysiz.
Ikkinchi nozik jihat bank kartasi muddati. Ko'p pensionerlar karta muddatiga qaramaydi. Kartaning ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, hisobga pul kelishi mumkin, lekin uni yechish, do'konda ishlatish yoki bankomatdan olishda muammo chiqadi. Odam esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi, faqat karta yangilanishi kerak. Shuning uchun pensionerlar yoki ularning farzandlari karta muddatini har oy tekshirib tursin. Uchinchi nozik jihat SMS xabar kelmasligi pul tushmadi degani emas. Ba'zan telefon raqami o'zgargan, SMS xizmati o'chgan. Aloqa operatorida muammo bo'lgan bo'ladi. Men ko'p uchrataman, pensioner menga SMS kelmadi, demak pul yo'q deydi. Bankka borsa pul 3 kundan beri hisobda turgan bo'ladi. Demak faqat SMS ga tayanmang. Bank ilovasi, bankomat, bank filiali orqali ham tekshirish mumkin. 4-nozik jihat qarzlar va majburiy ushlanmalar. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori bo'yicha qarzdorligi bo'lsa, pensiyaning ma'lum qismidan ushlab qolinishi mumkin. Bu ham odamga pensiyam kamayib qoldi bo'lib ko'rinadi. Lekin sabab boshqa. Masalan, pensioner 20 million 700 ming so'm olardi. Bir oy 20 million 200 ming so'm tutdi. U darhol davlat kamaytirdi deydi. Aslida 500 ming so'm sud ijrochilari qarori bilan ushlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankdan ko'chirma va ijro hujjatini so'rash kerak. 5-nozik jihat yashash joyi va ro'yxat. Ayniqsa bir viloyatda ro'yxatda turib, boshqa viloyatda yashayotganlar ehtiyot bo'lsin. Yoshga doir pensiya odatda butun mamlakat bo'yicha to'lanadi. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar mahalla, hudud, oila tarkibi va yashash joyiga bog'liq bo'ladi. Agar siz bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasangiz, tekshiruv vaqtida bu odam haqiqatan shu manzilda yashaydimi degan savol chiqishi mumkin. Bu ham yordam to'lovlariga ta'sir qiladi. 6-nozik jihat. Chet elga ketgan pensionerlar. Ko'p odamlar davolanish, farzandinikiga borish yoki vaqtincha ishlash uchun chet elga chiqadi. Yoshga doir pensiya bo'yicha aniq holatni shaxsiy vaziyatga qarab tekshirish kerak. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, yashash manzilini o'zgartirish, bank kartani boshqa odam ishlatish kabi holatlar savol tug'dirishi mumkin. Ayniqsa pensioner o'zi mamlakatda bo'lmasa-yu, har oy kimdir kartadan pul yechsa, tizim bu harakatlarni shubhali ko'rishi ehtimoli bor. Shuning uchun chet elga uzoq ketayotgan pensionerlar oldindan pensiya jamg'armasidan o'z holatini aniqlab olgani ma'qul. 7-nozik jihat. Hamma shunday qiladi degan gap xavfli. Masalan, pensionerning kartasi kelinda turadi. Parolni hamma biladi. Pulni kimdir yechadi, keyin uyda bo'lishadi. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy tomondan karta egasi va pul oluvchi masalasi muhim. Agar ertaga nizo chiqsa, pensioneri men pulimni olmaganman desa, kartadan kim yechgani tekshiriladi. Shuning uchun keksalarning pullarini shaffof ishlatish kerak. Imkon bo'lsa, pensionerning o'zi ishtirokida yechish, xarajatni tushuntirish kerak bo'lsa, ishonchnoma qilish. 8-nozik jihat ortiqcha to'lovni qaytarish. Ba'zi odamlar agar tizim xato qilib pul bergan bo'lsa, bu mening aybim emas deb o'ylaydi. Lekin ko'p hollarda ortiqcha to'langan pensiya yoki nafaqa qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, odam bir vaqtning o'zida 2 joydan bir xil turdagi yordam olgan, yoki oilaviy daromad oshgani bildirmagan, yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa ham to'lov davom etgan. Keyin hisob kitob qilinadi va 3 oy, 6 oy, ba'zan 1 yil ortiqcha to'lov chiqqani aniqlanadi. Agar oyiga 700 ming so'mdan 6 oy to'langan bo'lsa, 1 million 200 ming so'm qarz chiqadi. Bu pensioner oilasi uchun katta yuk. 9-nozik jihat har bir xabarni internetdan ko'rib ishonmang. 11 noyabr haqida turli kanallar va vahimali gaplar tarqatishi mumkin. Hammaning pensiyasi to'xtaydi, faqat kartaga o'tadi, naqd pul berilmaydi. Pensionerlar qayta ro'yxatdan o'tmasa pul olmaydi kabi. Men sizga mas'uliyat bilan aytaman. Har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi, bank, Maypogub.uz, mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki rasmiy kol markazlar orqali aniqlang. Internetdagi qo'rqinchli sarlavha har doim ham qonun degani emas. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti amaldami, muddati o'tmaganmi, familiya va ism to'g'rimi? Tug'ilgan sana bir xil yozilganmi? Shuni ko'ring. Agar eski pasport ma'lumotlari bankda qolgan bo'lsa, bankka borib yangilating. O'zingiz bilan ID karta, eski karta, telefon raqamingiz agar kerak bo'lsa. Pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjatlarni oling. Ikkinchi qadam, bank kartani tekshiring.
Karta muddati tugamaganmi? PIN kodni pensionerning o'zi biladimi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamga ulangan? Hisob raqami faolmi? Agar pensionerning ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki yurishi qiyin bo'lsa, farzandlari yordam bersin, lekin hammasi qonuniy va pensioner roziligi bilan bo'lsin. 3-qadam ishonchnomani tartibga keltiring. Agar siz onangiz, otangiz, buvingiz yoki bobongiz pensiyasini olib berayotgan bo'lsangiz, oysamizku deb yuravermang. Notarial ishonchnoma bormi? Muddati qachongacha? Unda aynan pensiya yoki bank amaliyotlarini bajarish huquqi yozilganmi? Tekshiring. Muddati tugagan bo'lsa yangilang. Pensioner uydan chiqa olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. 4-qadam. Nogironlik va tibbiy hujjatlarni tekshiring. Agar to'lov nogironlikka bog'liq bo'lsa, qayta ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'ying. Poliklinikaga oldindan boring, shifokor yo'llanmasini oling, tahlillarni vaqtida topshiring. Muddati tugagandan keyin boraman demang. Chunki bitta o'tib ketgan sana butun oy to'lovini kechiktirishi mumkin. 5-qadam. Oila tarkibi va daromadga bog'liq yordamlarni aniqlang. Agar siz kam ta'minlanganlik, parvarish, boquvchisini yo'qotganlik, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordam olsangiz, ularning shartlarini alohida tekshiring. Oila a'zosi ishga kirgan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, farzand 18 yoshga to'lgan bo'lsa, talabalik maqomi o'zgargan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga borib, mening to'lovim qaysi shartlarga bog'liq deb aniq so'rang. 6-qadam. To'lov kechiksa, harakat tartibini biling. Avval bankdan hisobingizni tekshiring. Pul tushganmi? Karta ishlayaptimi? Ushlanma bormi? Shuni aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, bank karta, telefon, pensiya hujjati, agar vakil bo'lsangiz, ishonchnoma olib boring. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Arizada shunday yozing: men falonchi. Falon sanadan pensiya to'lovim kechikayotgani sabab to'lov holatini, kechikish sababini va uni tiklash tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaning nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 7-qadam. Ortiqcha to'lov chiqqan bo'lsa, darhol bahslashib baqirmang. Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun qanday asos bilan qancha summa ortiqcha deb topilganini yozma ko'rinishda talab qiling. Agar haqiqatan xato bo'lsa, qaytarish tartibini kelishish mumkin. Agar siz rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki sud tartibida e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Lekin hujjatsiz men rozi emasman deyish yetarli emas. 8-qadam. Keksalarni yolg'iz qoldirmang. Ko'p pensionerlar telefon, bank ilovasi, ID karta, elektron navbat, MyTopGov.uz kabi tizimlardan foydalanishga qiynaladi. Farzandlar va nevaralar ularga yordam berishi kerak. Lekin yordam degani pulni nazoratsiz olib qo'yish emas. Yordam degani hujjatni tekshirish, navbatga yozish, bankka olib borish, ariza yozib berish, tushuntirib berish. Keksaning pensiyasi uning shaxsiy huquqi va shaxsiy mablag' ekanini unutmaslik kerak. 9-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa qiling. ID karta, pensiya guvohnomasi, bank rekvizitlari, ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasi. Tibbiy xulosa, arizalar, javob xatlari, bularning hammasini bitta papkaga joylang. Telefoningizda ham suratini saqlang. Chunki idoraga borganda hujjatni olib kelmagansiz deyishsa, jarayon cho'ziladi. Hujjat tartibli bo'lsa, muammo tez hal bo'ladi. Demak, 11 noyabrdan keyingi eng katta o'zgarish shuki, pensiya va nafaqa bo'yicha ma'lumotlar ancha jiddiyroq tekshiriladi. Eski xatolar, muddati o'tgan hujjatlar, nomuvofiq ma'lumotlar, noqonuniy yechilgan pullar va ortiqcha to'lovlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Bu halol pensionerlar uchun qo'rqinchli narsa emas. Lekin hujjatida kamchiligi borlar, ishonchnomasi muddati tugaganlar, nogironlik qayta ko'rigini o'tkazib yuborganlar, kartasi boshqa odam qo'lida yurganlar albatta hozirroq harakat qilishi kerak. Mening sizga asosiy maslahatim, kutmang. Pensiya tushmay qolgandan keyin yugurgandan ko'ra, bugun bank kartani, hujjatlarni, ishonchnomani, qayta ko'rik muddatini va to'lov turini tekshirish ancha oson. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar kamchilik chiqsa, uni vaqtida to'g'rilaysiz. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi yoki kechikyaptimi? 11 noyabrdan keyin biror muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchrayotgan savollarga keyingi videoda alohida javob beraman. Videoga like bosing,
kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bu bobongiz yoki pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ogohlantirish keksalarni katta muammo. Navbat va ortiqcha xarajatdan saqlab qolishi mumkin.